Agar ushbu videoni o'tkazib yubormasangiz, siz 1 minut davomida gijja va qurtlarni tabiiy usulda tushirishni o'rganib olasiz. Gijja va qurtlarni tushiradigan dorilar ko'pi jigarga salbiy ta'sir ko'rsatgani uchun men sizlarga tabiiy usulda qurtni tushiradigan usulni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bolalarga 12 yoshgacha yarimtadan 2 mahal kuniga, katta yoshdagi odamlarga va 12 yoshdan kattalarga bitta tabletkadan 2 mahal 5 kun davomida Valfuran tabletkasi ovqatdan keyin ichiladi. 5 kundan so'ng qora sedanani olib, havonchada tuyib, qora mayiz qo'shib yorib, birga tuyib, ularni olib, kichkina holatda no'xatdek granulalarchalik qilib, uni bittadan 3 mahal ichiladi hamda 5 kundan keyin qurtlar qopi bilan tushib ketadi. Bu Valfuran tabletkasi juda ko'p gijja va parazitlarni tushiradi hamda jigarga salbiy ta'siri yo'q. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang hamda like bosib qo'ying.